demak sahna shunaqa narsaki, xalqni ixtiyori bilan qo'yiladigan, ixtiyori bilan nimadir tashkillashtirish kerak emas. O'sha siz aktyorsiz, misol uchun Jashan. Qo'pol, nojo'ya so'zlar ishlatasiz, g'alati xarakterlar qilasiz. Shu xarakterimiz bilan men ko'p kontent olaman deb aytyapsiz-da. Mana misol uchun Nozima Vahidovani o'g'illari Behruzni ijtimoiy tarmoq orqali kuzataman. Germaniya hayoti haqiqatan ham juda ham Behruz yaxshi o'sha Germaniya hayotini to'liq ochiq oydin ko'rsatib bergan, lekin juda ko'pchilik ko'radi. Sizni ko'rsam, to'g'risi sizga nisbatan nafrat uyg'onadi menda. Chunki ijtimoiy tarmoq odoblari degan narsa bor. Xafa bo'lmang Jashan. Chunki ijtimoiy tarmoq odoblarida eng avvalo muomala madaniyati. Insonlar, shaxslar bir-birini hurmat qilish kerak. Behruzni, misol uchun, kontentini ko'rgan birorta inson uni qarg'ab, so'kib yozmagan. Lekin sizni ham ko'rsataman. Sizni ko'pchilik haqoratlab yozganini guvohi bo'lganman. Siz o'sha sahnani hurmatini qilishingiz kerak. Ya'ni siz insonlarni ixtiyori bilan emas, o'zingizni yaxshi kontentlar chiqarsangiz, o'sha misol uchun Otabek Mahkamga o'xshab yaxshi ishlar amalga oshiring. Instagramni o'zi